Variantga labo qidirib yurganlar. Mana variantga bozorda turibdi. Variantga bor ekan. $1000 pul berasizlar. 91lik 127 00 18 ga telefon qilib variantga olib ketsalar ham bo'lar ekan. Labo holati yaxshi bo'lib turibdi. Yilni yozishmabdi-da. Ballonlar ham yaxshi bo'lib turibdi. 50% bor ekan. Bular mana chaqimlar tashab qo'yilgan ekan. Ko'rishinglar mumkin. Bular yaxshi. $1000 berasiz, olib ketaverasiz. Mashinalarga aloqaga chiqasizlar bo'ldi. Akalar mana Laboni mana prinsip ko'targichlarigacha bor ekan, ko'rishinglar mumkin. Holati vahshiy ideal bo'lib turibdi. 2021 ga 22 akalar Labolar tomondamiz. Yili yangilaridan 2026 2025 dan mana boshlaymiz. Xudo xolasa mana shu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar jamasi kerak bo'lsa. Faqat naqd ekan. Variantga kreditga qilishda iloji yo'q, faqat naqd. Hop. 140 ming probeg bosib o'tgan, chexollari bor. Polilar ham tashab qo'yilgan ekan. Ballonlari ham sveji holatda bo'lib turibdi. Tentlari qilingan tayyor mana. Kimga shunaqa holatdan kerak bo'lsa, tentlari bilan ichlari ham yaltirab chiroyli va ajoyib bo'lib turibdi. Hammasi sotiladi, Labolar, Damaslar, hammasi bir kishining nomida ekan. Ko'rishinglar mumkin. Mana bunisi ham ballonlari ham sveji bo'lib turibdi, qurtdi yo'q. 2026si. Kimga kerak shunaqa yangilari? Bosib oladigan joyi rohat. Ko'rishinglar mumkin. Mana bunisi ham 2026 yangisidan. Buni ham holati o'tdi diyor. Yangi mashinalar. Salonda hidi hali ham turibdi. Ballonlar ham yaxshi holatda buni ham. Yangidek. Yangidek turibdi. Mana yarim vandan emas qidirib yurganlarga mana yarim vandan ham bor ekan. Karpalari ham pilisi qo'shib beriladi shekilli. Yarim van. Ballonlar ham mana taniq. Yangi. Yangi mashina ekan. Ko'rishinglar mumkin. Hammasi naqqa beriladi lekin. Hammasi naqqa beriladi. Hammasi Labolar. Aka hammasi naqqami? Ha, nech pul deyapsiz Labo patentlini? 8200 kam bor. 8,5 dan kam bor, 26 Labolar. Kombini 7,5 dan. Ha, 7,5 dan kami bor. Damas. Yarim vanda. Bo'ldi. Aka nomeringizni aytaverasiz. Yo'q, mana shu nomerga. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqib gaplashib olaverasizlar. Yani talashib tortishib gaplashib olasizlar egasi bilan. Yangi mashinalar. Masal kamina markalar, ishqozlari bo'lsa, barakali mashina bo'ldi. Ko'rishinglar. Narxi arzon. Yaxshilab kuzatib qarab tursalar. Aka yil necha deyapsiz? 2009 ekan. Yil ham hali eskimas ekan. Holatlari ham yaxshi ekan, urinib ketmagan, yaxshi holatda, o'zim minib yurganman deyishyapti. Maytafollari bor. Hop. 143 ming probeg bosib o'tgan ekan, yaxshi, hech qancha bosib o'tmabdi. Mana manetlari ham, yana ko'tarib tushadigan qonlari ham elektronika, qulflash sistemalarigacha bor ekan, mexanika. Ko'rishinglar mumkin. Ballonlari ham bir 60%, 70% bo'lib turibdi. Ko'rishinglar mumkin. Orqa holatlari ham zo'r deyishyapti, orqa oldi kechadi deyishyapti. Aka kraskasi qanaqa buni? 15% bor deyishyapti. Yana o'zlaring uchun bir so'rab surishtirib, bilaverasizlar egalaridan. Holati lekin mana ideal ekan. Butun ham xudo xolasa orqa oldi. Orqa oldi mana butun deyishyapti. Metan gazlari bor ekan. Metan gazlarigacha bor ekan. Aka yana nima navorot qo'shgansiz? 1.6 ekan. 1.6 motor. Siz mashinasiz berishlar turibdi. Ha. Holati zo'r. Hamma yoqqa minishga tayyor, ha? Tayyor ekan. Bular aka elektronli, gidralkadan yumshoq. Ha, bu elektronika bo'ladimi bo'la? Ha, bo'lmasa maza qayda ekan do'g'onlar. Narxini sal kelishdek o'zimiz ham 3000 deyishyapti turadi, 3000 dan o'tib bering, maza qilsa menida qollar obunachilarni desam, ha bo'pti, 3000 dan o'tib beraman, $100, $200 o'tib beradigan joyim bor deyapti. Yana bir kelishib aloqaga chiqsalar ham kelishtirib berishadi. Nomeringizni aytaverasiz aka. 90chilik. 90chilik 941 941 2211. 2211. Bo'ldi aka. Akalar bugun faqat variantga chiqaramiz shekilli mana 2025 dan Labo variantga chiqarib beraveraman deyishyapti. Ko'rishinglar mumkin. 2025.
Hozir probegini ko'ramiz. 45 ming probeg bosib o'tgan ekan. Holati yaxshi, magnitofonlari bor. Tiniq bo'lib turibdi. Orqalari ham tiniq holatda. Yangi sveji balonlarda mana ko'rishinglar mumkin. Holat ideal. 50 million pul berasizlar, qolganini 1 yilga bo'lib berishga berilayotgan variantga. Hech qanaqa banklar aralashmaydi ekan. Faqat variantga chiqavergan. Holat ham mana ideal. 2025 yangi mashina. Yangisidan haydayman deganlarga. Aka nomeringizni aytib qo'yasiz? 93lik 060 0017. 21 ga 22 ga. Holat yaxshi, balonlar ham tiniq bo'lib turibdi, yaxshi holatda ekan. Ko'rishinglar mumkin. 144 ming probeg bosib o'tgan ekan, chexollari bor. Mana shu akkumulyatorga ishlaykan. Mana shunaqa. Aka bu hozir nima bir tushunmayapman men buni. Elektriskiy bo'ladi. Ha. Akkumulyatorga ulangan bo'ladi, knopka bo'ladi. Knopkaga moslangan. Ha, zavodskoy laboga qilingan ekan. Mana bunaqalarni baquvvat qilib ishlab qo'yilgan ekan o'zlari. Ko'rishinglar mumkin mana. Ustunli rama qilingan ekan mana. Holati ham ideal. Bozorda o'sib bunaqasi mana bitta bo'lib turibdi. Bozorda bitta, boshqa yo'q. Ko'rishinglar mumkin, ramalari ham asli ideal ekan. Metallari bor. Taraflari ham yaxshi, suyagi butun. Metallarigacha bor. Aka, narxini nech pul dedingiz? 310 beraman 200. 7200 dan kami bor. Nomeringizni aytib o'rasiz. 91lik 159 159 1918. Aloqaga chiqib gaplashib olaverasizlar egalari bilan. Sekin tushyapti. Qanaqadir moyaga ishlaydi shekilli. Shunaqasidan kim qidiryapti? Tushib oldi. Mana ko'tarilish. Osongina, jonni qiynash yo'q. Mazzami? Yil necha aka buni? Ha, 2012-yilda ishlab chiqargan ekan. Aka bu hozir nimada ishlayapti? Bu elektrga emas, hozir nimasiga emas, tokka emas, akkumulyatorga. Motor aylantirib, yog' aylantirib berar ekanda, bo'lmasa? Ha. Ha, o'tasa to'kadi, faqat yo. Ha, o'tasa to'kadi. Nech pul deyapsiz aka buni? 5000 to'g'ri kam bor, ha? Variantga ham bo'lsa bo'laveradi. Bir 2000-3000 puli borga. Ha, 3000 puli borlarga variantga ham eplasa bo'lar ekan mana. Suyalar butun, kraskalar qanaqa? Kraska asfalt qilib qo'yilgan, ha? Ha, damodan yasalgan ekan, mana ko'rishinglar mumkin. Ramalari ham o'zi mana bilinib turibdi. Ammo qoyil. Mazza qaylaydi odam, olgan odam mazza ish qiladi. Mana. Bozorda turibdi. Mana. Mashina holati yengil asfalt bo'lgan ekan. 5200 kami bor. Aka nomeringizni aytib o'rasiz. 91lik 153 1045. Bo'ldi. Mana aka 2006-yilda ishlab chiqarilgan Mokresdan qidirganlarga ko'rishinglar mumkin. Tentlarigacha bor. Damazlar qilingan ekan. Balonlari ham yaxshi deb turibdi. Tentlari ko'rishinglar mumkin. Ishlaricha urinib ketmagan, yaxshi holatda. Tentlari ham butun turibdi, yirtilib, titilib ketmagan holatda. Holati yaxshi. Sekin savdo ham ketyapti shekilli. Narxi ham o'rtacha. Qimmat emas, arzon emas. 4500 kami bor deyishyapti. Yana bir egalari bilan telefonlashib, gaplashib olaverasizlar, aloqaga chiqib. Aka, motor korobkalari qanaqa? Motor korobkalari, muzlari hamma muzlari ham zo'r deyishyapti.
Qancha bo'lgan? 340 ming probey bosib o'tgan ekan aka. 340 ming probey bosib o'tgan. Motorlari bor. Nomeringizni aytib o'rasiz aka. 93lik 605 2597 bo'ldi aka. Mana akalar, bunisi ham 2006-yil ekan. Narxi ham yaxshiroq. Tushinglar mumkin. Tentda bu ham damazlabo qilingan ekan. Mana balonlari ham yaxshi holatda bo'lib turibdi. Tentlari yaxshi holatda, buni ham itilib titilib archilib ketmagan. Holatni ko'rishinglar mumkin. Chotga tana bo'lib turibdi. Mana voy deyman, labon sezon keldi endi, bundan faqat bosiydigan onasi keldi. Aka, yo bugun kechqurun yo ertaga kechgacha joylab qo'yaman. Sarvar abla. Aka, motor, korobka, muz, xodovoylar zo'ra. Hamma yo'q bo'lgan, shumka ham bo'lgan. Shumka ham bo'lgan ekan. Motor, korobka, muz, xodovoylar zo'r ekan. Anaqa avtomatikaga o'xshatib super moslab qo'yilgan ekan. Devorlari bor. Probega qancha aka? Ko'rsatmang. Probeg to'xtab qolgan. Bo'ldi. Aka, 4,5 dan kami deyapsiz. Bir to'g'riga bitoradi. Bitirib beramiz. Bitirib berishga harakat qilaman deyapti akam. Bitirgan chiqargan. Aka, nomeringizni aytib o'rasiz? 33lik 158 93 bo'ldi aka. Mana yili 2018 ekan, Damas'ni labo qilishgan ekan. Ko'rishinglar mumkin. 80 aka, 85 ekan. Bu Qo'qonda bitoradimi? Dokumentlar. Qo'qonda dokumentda bitor ekan. Generalni chiqaradi. Generalni chiqaraveraver ekan. Chexollari ko'jinni tayyorlab qo'yilgan ekan. 127 ming probey bosib o'tgan. Ko'rishinglar mumkin. Ichkarilarga chexollar tortib qo'yilgan, chiroyli holatda. Ya mashina. Balonlari ham 70-80% bor ekan. Yaxshi holatda. Mana ko'rishinglar mumkin. Taniq. Bu o'zingiz yasab sotasiz shekilli buni. Akam o'zi tayyorlab sotar ekan buni. Taylari ham baquvvat qilib ishlangan ekan. 2 qarichmi chiqadi? Qo'l bilan o'lchaganda. Aka, motor, korobka, muz, xodovoy hamma yo'q zo'r ekan. Ishga tayyor ekan. Mana ish bo'lsa bo'ldi, yorib yuboraman deyapti mashina. Motor, korobka, muzlar zo'r ekan. Aka, buni nech pul qilib beraman dedingiz? Nech pul qilib beraman dedingiz? 4800 dan tushib beramiz. 4800 dan o'tib beradigan joylari bor ekan. Variantga bo'lmaydi, faqat naqdga, naqdga aloqaga chiqaverasizlar. Nomeringizni aytib o'rasiz aka. 95lik 008 8011 8018 bo'ldi. Yo'q, 8011. Iya. Bo'ldi aka, nomerni bo'lmasa yana boshqa talab qo'ying. Yana 40 tashlayman endi. Necha dedingiz? 95lik 008 8011 bo'ldi aka.